Habib haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq qismi Nurmagomedov Habib Abdulmanapovich 1988-yil 20-sentyabrda Dog'istonda tug'ilgan. Hozirda u 36 yoshda, bo'yi 177 cm, vazni hozirda 93 kg. Yoshligida otasi ham MMA ustasi bo'lgan. Otasining ismi Abdulmanap Nurmagomedov. Uning amakisi sambo bo'yicha jahon chempionligi unvonini olgan. Ona tomonidan ham kurash bo'yicha unvonga ega qarindoshlari bor. Habib 5 yoshidanoq mashqlar qilishni boshlagan. Ukasi Abu Bakr bilan ham mashqlar qilishgan. Habib 12 yoshga to'lganda ular Maxachqal'aga ko'chib o'tishgan. U yerda otasi murabbiylik faoliyatini davom ettirgan va iste'dodli o'smirlar uchun sport lagerini tashkil qilgan. Habib bir necha yillar davomida dzyudo, sambo va boshqa jang san'atlarini o'rgangan. Sambo bo'yicha 2 marta jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Habibning otasi juda qattiqqo'l bo'lgan. Kun bo'yi Habibni mashq qildirgan. Habibning birinchi murabbiyi otasi bo'lgan. Habibning otasi Igor Raybakov bilan o'g'illari haqida Ota nomli kitobini yozgan. Habib 20 yoshida birinchi marta katta ringga chiqqan. 3 yil davomida Habib qisqa vaqt ichida Rossiya, Yevropa va jahon chempioniga aylangan va 15 ta g'oliblik sovrinini qo'lga kiritgan. U yengil vazn toifasida Pro FC, TFC va M1 sport kompaniyalari bilan shartnoma imzolagan. Amerikaning UFC tashkiloti iste'dodli Habibni o'z safiga taklif qilishgan. Shundan so'ng Habib Nurmagomedov jahon miqyosida mashhurlikka erishgan. UFC tarixida birinchi marta klubning eng yosh ringga chiqqan jangchisi bo'lgan. Habib 23 yoshda UFCda debyut qilgan. UFCga chiqqandayoq Gleison Tibau, Thiago Tavares, Pat Hillini nokaut qilgan va Habib Nurmagomedovning UFC ro'yxatidagi reytingi tezda o'sib ketgan. Shundan so'ng Habib barcha sportchilar orasida 4-o'rinni egallab olgan. Grand Mobile juda tezlik bilan mashhurlikka erishayotgan o'sha atmosferali o'yin. Ushbu o'yinda siz do'stlaringiz bilan vaqtni qiziqarli o'tkazishingiz mumkin. Tungi poygalar, qimmatbaho uy va mashinalar, kriminal hayot, yangi do'stlar, bularning barchasiga Grand Mobile orqali erishing. Mening Vegeta promo kodimni terish orqali esa barcha serverlarda Gelik avtomobili 30 ming rubl hamda 7 kun VIP statusini olasiz. Video ostidagi manzil orqali Grand Mobile'ni yuklab oling. Biz esa davom etamiz. 2016-yilda Habib klubning eng kuchli jangchilaridan biri Michael Johnson ustidan g'alaba qozongan. Biroz o'tib muxlislari Conor McGregor bilan provokatsiya boshlashgan. Shundan so'ng ular o'rtasida uchrashuv bo'lgan va janjal bo'lib ketishiga sal qolgan. MMA jangchisi Nurmagomedov UFC turniri titulini qo'lga kiritgan birinchi rossiyalik bo'lgan. 2018-yil 7-oktyabr kuni Conor va Habib o'rtasida yil jangi bo'lib o'tgan va Habib Conor ustidan g'alaba qozongan. Mutaxassislarning fikricha Nurmagomedovning gonorari $1 million tashkil etgan. 2019-yilda Habib atletika komissiyasi tomonidan 9 oy muddatga diskvalifikatsiya qilingan. Shuningdek, sportchiga $500 ming miqdorida jarima ham qo'llanilgan. McGregor qasos olish istagini bildirdi, biroq Habib buni rad etgan. Habibning gonorari o'sha paytda $6 million tashkil etgandi. UFC prezidenti bilan bir necha bor uchrashgan. Bundan tashqari Nurmagomedovga eng yaxshi jang uchun $50 ming to'lashgan. Obunachilar soni bo'yicha sportchi Olga Buzovadan o'tib ketgan. Habib Nate Diaz bilan ko'chada urushib ketishgan. 2020-yilning fevral oyida Habib aralash uslubdagi jangchilar reytingida birinchi o'rinni egallagan. 2020-yil iyul oyida Habibning birinchi ustozi, ya'ni otasi vafot etgan. Otasining o'limiga koronavirus asoratlari sabab bo'lgan. Justin Gaethje bilan jangdan so'ng Habib yig'lab yuborgan. Sababi otasi siz birinchi jangi bo'lganligi uchun va keyinchalik faoliyati tugaganligini e'lon qilgan. Onasi jang qilishini xohlamagan. Habib 29 marotaba jang qilgan. Jangi davomida umuman mag'lubiyatga uchramagan. UFC prezidenti uni oktagonga qaytarishga uringan. 2021-yilning mart oyida u Habib rasman faoliyat tugaganligini e'lon qilgan. Habib uylangan va o'z shaxsiy hayoti haqida gapirishni xohlamaydi. Oilasi va xotini haqidagi ma'lumotlarni yashiradi. Instagramda to'ydan olingan fotosuratlarni kelinning yuzi ko'rinmaydigan holda qo'ygan. Conor McGregor Habibning xotinini tanqid qilgan va keyinchalik tanqid qilingan postini o'chirib tashlagan. Habibning rafiqasi qanday ko'rinishga ega ekanligi haligacha muxlislarga noma'lum. Habibning jami 3 ta farzandi bor. Habib islom diniga juda e'tiqodli inson hisoblanadi. U ichmaydi, chekmaydi va klublarda sang'imaydi. U akasi bilan birga Makkaga borgan. Habib oktagonga Moy Dagestan qo'shig'i ostida chiqadi. Habib hech qachon doping uchun ushlanmagan jangchi hisoblanadi. Habib Fyodor Emelianenkoning muxlisi. Fyodor Emelianenko Habibni maqtagan. Habib UFC shon-shuhrat zalidagi birinchi rossiyalik hisoblanadi. Habib Yegor Kridni yoqtirmaydi. 9 yoshida u ayiq bolasi bilan jang qilgan. Keyinchalik bu video internetga tarqalib ketgan, bu esa UFCni g'azablantirgan. U yengil vaznda UFC chempionligini qo'lga kiritgan birinchi musulmon bo'lgan. Uning taxallusi burgut. Habib islom dini va uning madaniyatini faol targ'ib qiladi. 2021-yilda u Spartak futbol klubi mashg'ulotlarida qatnashib ko'rgan. U intervyuda Real Madrid tarkibida maydonga tushishni orzu qilishini aytgan. Keyinchalik Habibga bir qator xorijiy klublardan takliflar tushgan. 2023-yil boshida Habib jang maktabida jangchilar jamoasini tuzgan. Habib Eagle Fighting Championship organizatsiyasiga asos solgan. Habib Dog'istonda bolalar uchun sport maktablarini ochgan. U xayriya ishlarida faol ishtirok etadi, muhtojlarga yordam beradi. U Instagram sahifasida 37 milliondan ko'p obunachilarga ega.
Habib bir qancha tillarni, jumladan rus, Dog'iston va ingliz tillarini biladi. U ochiq havoda vaqt o'tkazishni afzal ko'radi va ko'pincha ov qiladi va baliq tutadi. Habib Dog'istondagi yoshlar tashabbuslari va sportini faol qo'llab-quvvatlaydi. Habib dzyudo va sambo bilan yuqori saviyada shug'ullangan. Uning jang uslubi kurashga asoslangan, ammo u kuchli zarba berish qobiliyatiga ham ega. Habib jamoaviy mehnatni qadrlaydi va har doim o'z jamoasi muhimligini ta'kidlaydi. Habibning butun qarindoshlari sport bilan shug'ullanishadi. U MMA'dagi sayohat haqida bir nechta hujjatli filmlarda ishtirok etgan. Habib o'zining kamtarligi va raqiblarini hurmat qilishi bilan mashhur. Habib sportda steroidlardan foydalanishga faol qarshilik qiladi. Uning Dog'istonda o'zining MMA akademiyasi bor. Do'stlar, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqish kerakligini kommentariyalarda yozib qoldiring. Barchaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.